klassik emas, kecha endi vaziyatda sizlar ko'rganlaringizda boshqacha vaziyat bor edi. Shuning uchun hozir sal asab o'ynab turibdi, qilgan ishlariga. Xudo xolasa bu shunday qolib ketmaydi, nasib. Bular uyida sherda, uyida Qirg'izistondan chekkaga chiqmaydi. Chiqsin mana. Chiqib bir yoqda gapirib ko'rsin. Biz u borib mana Qirg'izistonda ham gapiryapmiz. O Rossiyada ham Lyuboy joyda gapiryapmiz. Kecha borib ham gapirganman. O'rtaga chiqib ham gapirganman, Lyuboy joyda gapirganman. Bundan keyin ham gapiraman men. To'xta. Xudo xolasa. To'kimajingmi? Xudo xolasa. Bularga o'xshab biz isqirtmasmizda. Sal bizda odamgarchilik bor. Bularda bir anaqa ham yo'q. Kecha Tojikistonlik bola bordi, yotganda tizza qo'yib boshini yorib yordi, poyezd olib ketdi qirg'iz. Biz o'zbeklarni vaqtini tugatib qo'yapti. Yaxshi ham ajitda sal baqir-chaqir qilib turdik, berdi. Ikkitasi yutib oldi yaxshi. Aytyapman-ku men bo'yda ham yutdim. Ashi mingta qirg'iz tashagan bo'lsa, hamma qirg'izni yutdim. Rahmat katta. Rahmat. Bularni bu Qirg'izistonda musobaqaga men bormasdim. Mana hozir ham aytaman, bundan keyin ham aytaman. Bu Qirg'izda musobaqalarga bormasman. Bular telefon qilib yalinishadi-da. O'zbeklar ko'p o'shda, Qorasuvda o'zbeklar ko'p, mana shu turishib ber, odam ko'p kiradi, tudasuda bormayman desam, men javob erta hech qanaqa g'alaba bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi dedi. Ko'tiga ham javob berisha olmadi, ko'tiga hech qaysinisi. Jalab shuncha odam tashayapti, bittasi kelib gapira olmayapti. Bular isqirtlar o'zini prezidentini qamagan. Bular odam bo'lmaydi. Milisalarni bir tingi ilmayapti xalqi. Bor, shunaqa ham xalqi bilan tupoy. Miyasi o'smagan bir 9-yilda qolib ketgan bulardi miyasi. Molga o'xshaydi jalab. Shuncha o'zbek bordi, o'zbeklarni oldi bir tiyin bo'ldi, o'zlarini hurmatini ular to'kdi. O'zlari bilan o'zlari urushadimi bir bolalar bo'ldi. Rahmat katta, rahmat. Da yutdik biz. Gap yo'q, rahmat katta. Isqirtlar. Suriyasi bor ekan, o'zicha qovoni yutib olgan. Ассаламу алейкум, любители смешанных единоборств. Меня зовут Шерна Сердинов, я президент Лиги FFC. Мое обращение по поводу видео, которое бурно обсуждается в социальных сетях, Нурсултана Розибаева. Вот. Мы, как патриот своей страны, нам очень больно слышать нашего народа, когда оскорбляют. Я приглашал твою команду, и в команде был твой родной брат Машрабжан Розибаев. Мы их гостеприимно встретили. И после этого слышать от тебя, что киргизский народ плохой, это для нас очень большой удар. Поэтому просто я хотел попросить тебя, чтобы ты как мужчина, как спортсмен повел себя и попросил извинения кыргызского народа, того, который не виноват в твоем случае, которое происходило недавно. Поэтому думаю, ты верное решение примешь. Салам алейкум.